Assalamu alaykum qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi roligimizda Urganch shahrimizda Sharq gaz stasiyasining yonida, Sharq bozoridan o'tgandan keyin o'ng qo'limizda bizda Sharq gaz stasiyasi bor. Shuning yonida ikki qavatli binomizning birinchi qavatida ikki xona kvartira bo'ladi. Bizda 3 xonadonimiz bu tarafda ham gaz bo'ladi. Bu tarafimizda bu yerda svetofordan, ko'rlar idorasining svetoforini aylansangiz o'ng tarafi shundan kelsangizlar o'ngingizdan kirib kelaverasizlar. Suv, svet, gazlar VIP muammosiz gap turibdi. Transportlar o'tib turibdi. Bu tarafdan 5, bu yoqdan esa 4-9 marshrutlar o'tadi. Bir de yine maşin koyma mesleğleri bor. Gazelini o'tgan. Bog'cha maktablarga yoqing, bozor deysizmi, hurmatli vatandoshlar. Apteka, magazinlar hamma o'ngayli chotki mesada. Bozorga boraman desangizlar, marshrutda chiqsangizlar 4 yoki 9 marshrutda chiqsangizlar 5-10 minutda olib borib tashlaysiz. Eshiklari ta'mir eshiklaridan bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Girgandan bu yerda oshxona qismi bo'ladi. Bu yerda mebellar yine moykasi, hurmatli vatandoshlar, gaz plitasi bor. Bular qoladi, konvertlarga ketadi. Bu tarafda sanuzellar ishlari, yog'och ishlardan. Sanuzel oyoqchalari kafel, bu yerda vannasi qo'yilgan, bu yerda unitazlari, kotyoli bor. Kotyolning ustida aguz joylashgan. Kotyolni yoqsangiz, aguz suv berar ekansiz. Shundan suv olsangiz bo'ladi, suv. Buni yozda ishlasangiz bo'ladi, buni qishda, hurmatli vatandoshlar. Xalasangiz areston, xalasangiz aguba. Hurmatli vatandoshlar, bizda endi bu tarafında 2 xonasi bor. Endi tushgan ekan, xonasi ham birimiz eni 3.70 bor, o'zinasi 5 metrlar chiqadi. Divorlar natunli fonda. Bu yerda televizor zonasi, bu tarafda spalni qismi, eshiklari MDF eshik, bunlar eshiklar qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, birimizning ko'rib turganingizdek, birim keng tushgan 3 metr, o'zinasi 5 metrlar bor, fonda turibdi. Hurmatli vatandoshlar, eğer kimdir doğrulardan bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda sizlar uchun nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Orientirlarni yana bir aytib o'tadigan bo'lsak, Sharq bozoridan o'tgandan keyin o'ng qo'lingizda izla Sharq gaz stansiyasi bor. Saricharaga girsangiz, shuni yonida 2 qavatli binoni birinchi qavatida 2 xona kvartira bo'ladi. Va kelib ko'ring, ustida savdolashib olaverasizlar, hurmatli vatandoshlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videolarda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.